tish oldirilgandan keyingi og'riq ko'pchilikni bezovta qiladigan muammo bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, o'zi aslida nima sababdan tish oldirilgandan keyin og'riydi? Hozir shu haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lasiz. Birinchi navbatda tishni olingan o'rni yaxshi bo'lishi uchun 3-4 kun davomida doimo og'riq bo'lishi bu tabiiy hol bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda esa yallig'langan yoki bo'lmasa yiringlagan tishlar olinganda ham og'riq doimo bo'ladi. Uchinchi o'rinda esa eng ko'p holatda og'riq kuzatiladigan holat bu murakkab yoki qiyin olingan tish o'rinlarida og'riq bo'lishi. Odatiy 3-4 kun davomida og'riq bo'lishi bu tabiiy hol bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, bu og'riqni kamaytirish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda, agar og'riq juda ham kuchli bo'lsa, og'riq qoldiruvchi dorilar iste'mol qilishimiz, shifokor yozib bergan dorilarni o'z vaqtida qabul qilishimiz, juda ham issiq va juda ham sovuq bo'lgan narsalardan iloji boricha cheklashimiz tavsiya etiladi. Agarda og'riq 3-4 kundan keyin ham davom etadigan bo'lsa, tish olingan sohada shish, qizarish yoki bo'lmasa boshqa, ya'ni og'izdan badbo'y hid kelish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, darhol shifokorga borish maslahat beriladi. Bir narsani shu o'rinda hech qachon yoddan chiqarmang, hech qachon tishingiz og'riyotgan joyini haddan tashqari ko'p og'risa yoki shish paydo bo'layotgan bo'lsa, o'z boshimchalik bilan davolashga harakat qilmang. Aks holda juda ham noxush holatlarga sabab bo'lishi mumkin.